Navbatdagi akalar puli arzon qo'zilarimizni bugungi videomizda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Oqtosh qishlog'ida Nodirbek akamiz oldiga yetib kelganmiz. Akamiz bu safar ham mana akalar shirvoz qo'zilarini bir arzon variantlaridan olib kelibdilar do'stlar. Akalar soni ham anchagina bor. Bemalol kilolaslar 20-30 ta emas, 30 tadan ham oshiqroq qo'zilarimiz. Realni mana shunaqa puli arzon joylardan 2 oylik, 2,5, 3 oylik atrofi bo'lgan qo'zilardan so'ragan obunachilarimiz bo'lgandi. Mana akalarim Nodirbek akamizga chiqib, xudo xolasa barakasini bosib yuborasizlar do'stlar. Do'stlar, qo'zilarga e'tibor beramiz. Haqiqatan ranglari toza bo'lib turibdi. Ishtahalari, bo'ybaslari necha oylikdan necha oylikgacha bor. Qo'chqor, urg'ochi nechtadan narx-navosi qanaqa to'liq tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek shunaqa qo'zilardan ko'rsating aka, narxlari arzonidan deydigan ko'kalarimiz, akalar shoshilib qolaveramiz. Do'stlar, ichida baxmal kashtan har xil turidan bor. Bemalol Nodirbek akamizga 5 ta, 10 ta, 2 ta, 3 ta nechta olaman desanglar ham murojaat qilaversanglar bo'ladi do'stlar. Nodirbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r aka, charchamasizmi? Xudoga shukr, yaxshiman, yaxshisizmi? Ha, rahmat, xudoga shukr. Xudo xolasa aka, nechi bosh olib keldingiz? 50 bosh Ilhom. 50 bosh akalarim, xudo xolasa shirvoz qo'zilarimiz xudo xolasa yetib keldi do'stlar. Akalar ham bitta ko'ra olaveramiz. Shunaqa shirvoz qo'zilardan so'ragan obunachilarimiz bo'lgandi. Nodir akamizga bemalol chiqib barakasini bosib yuborsanglar bo'ladi. Bu qarang 50 bosh deyapsiz, ha? Ha, 50 bosh Ilhom. Necha oylikdan necha oylikgacha bor ichida? Bu yerda 2 oylikdan 3,5 oygacha bor. 2 oylikdan akalar 3 oylik shungacha bor, ha? 3,5 oygacha bor, ha. 3,5 oylikgacha akalar bor. Mana bunaqa kattagina, mana sariqlarni ko'rib turibsizlar. Anchagina baquvvat kattagina bo'lib turibdi, lekin mana bunday baxmal qo'zilari ham sal maydaroq bo'lsa ham, lekin anchagina akalar sifatli, yaltiroq bo'lib turibdi. Bemalol katta, kichik akalar shu 2 oylikdan 3,5 oylikgacha hisoblab olaverasizlar. Yeb-ichlardan sog'liqlari qanaqa aka? Garantiya yedirib-ichirib olaversin Ilhom. Aha, yeb-ichlar, sog'liqlari xudo xolasa akalar garantiyalari bor. Kelib, yedirib-ichirib, tekshirib bemalol olib ketaverasizlar. Ishtahalarni mana bemalol o'zlaringizdan ko'rib olishinglar mumkin. Mana akalar hamma joy yam-yashil tusga kirgan. O'sha xudo xolasa yog'ingarchilik zo'r bo'lyapti, o'tlar ham zo'r bo'lib turibdi. Bemalol mana Nodir akamizga chiqib, akalar mana shu qo'zilarimizni barakasini bosib yuborsanglar bo'ladi do'stlar. Mana sifatiga, kashtanligiga, turishiga e'tibor beramiz akalar bularni. Bitta ko'rib olamiz. Hammasi 40 chiroyli molda bo'ladigan mol Ilhom. Gap yo'q. Buni nechtasi qo'chqor, nechtasi urg'och dedingiz? Buni 38 tasi qo'chqor. 38 bosh akalar, naq xudo xolasa qo'chqor, qolgan 12 tasi urg'och akalar. 12 tasi urg'och. Aha, gap yo'q akalar, mana ko'rib olaveramiz. Naq eng ko'p akalar qo'chqor 38 ta ekan. Baribir endi ko'pchilik qo'chqor ko'proq mana shunaqa shirvoz qo'chqorlardan so'rashadi. Nodir akamizga xudo xolasa chiqaverasizlar. Aka, endi buni ko'rdik, sifati ham, yeb ichish ishtahalari ham zo'r ekan. Buni narxini necha pul qilib bera olamiz aka? Ilhom, narxini kelishtirib beramiz. Aha, xo'p. Ilhom 29 dan berishsin. 29 oladigan odam. Aha. O'tish qaychi bo'lmaymi aka? Ardamgida bir kelishtirib bera olmaymizmi yana? Kelishtirib beramiz Ilhom, xayrni qilib beramiz baribir. Necha pul? 2600 lardan iloji bormi? Endi 26 dan bunaqa qo'zib bermaydi Ilhom. Ha? 26 dan bermaydi bunaqa qo'z. Shundan shunday aka, hozir masalan 2,5 dan ham 2,600 dan ham qo'zi chiqaryapmiz aka. Endi sal maydaroq variant. Endi sizdan doim chiqarganimizda arzonroq, yengilroq chiqarib yuboryapsiz. Shunday mamda qo'z chiqarasiz. To'g'ri 2,5 26 chiqargansiz mamda qo'z. Endi hozir 3 puldan balandga oladigan qo'zim ham ko'pda buncha. Necha pul aka bera olamiz? Bo'lmasa 29 dan bir ozgina o'ting, mayli endi 26 27 ga yo'q deyapsiz. Ilhom, bo'ldi 29 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. 29 dan aka bunday qilamiz bo'lsa, 29 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkalar ichida agar o'zim olib ketaman desa 28 dan olib ketsin. Iloji bormi? Bor, Ilhom, mana olishsin. 28 dan bo'lsa o'zlari olib ketsin. Akalar 2 million olib ketaversin. Aha, gap yo'q. 2,8 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Tayoq-taylariga ham yoki optimiga ham shunaq. Agar 2,900 dan kamida 10 ta oldim desanglar, O'zbekiston bo'ylab dastavkalar ichida teppa-tekin akalar. Shoshilib olinglar, pastda Nodirbek akamizning nomerlarini qoldirib qo'yaman. Manzilda aytib o'tdim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, Oqtosh qishlog'i do'stlarim. Tanlab olaman desanglar, aytib o'tgandek narxi o'zgaradi, tayoq-taylariga yoki optimiga shu narxda akalar olib ketaverasizlar.